Assalomu alaykum. Maqtasalar. Aka, anaqa yarim soat bo'ldi, sabr kutadi. Anaqa, aka qanchalarda boshlaymiz? Ya tushunmayman, kim o'zi bilan ertalab oxirlikdan asabimga buzadi. Ko'rotda o'ynamayman, kutadi endi. Yana aql o'rgatishga o'ylayman bularni. Chakvoli kirib turlaring hozir. Kiraveraylikmi? Ha, hozir kiraman. Hop. O'zi shu domda turaman. Ati yarim soat kutibdi, oldiradi. Shu sochini qaqqi shoshyapti o'zi. Yana ishlash kerakman. Ishlagim kelmayapti вообще. Bu galaktikada eng zo'r barber menman. Minutiga 3 ta soch olaman. Kuniga 10 ta oladigan hech tushunmayman. Bu dunyoda soha qilish kerak. Nima uchun yashaymiz boshqa? Yo noto'g'rimi, siz ayting. Voy, kim birinchi? Ketdi. Voy. Men birinchi bo'ldi bu. Ana bola atiga yarim soat kutibdi. Radnoji yarim kelgan, endi uni o'tkazib yubormayman-ku. Kutadi yana. Hamma kutgan. Voy, наконец-то aka, voqeani oldiga 2 yildan beri tusholmayotgandim. Наконец-то. Zo'r bo'lsa kerak. Ovozini o'chirib. Va nihoyat shu akam oldiga yozildim. Hech yozila olmayotgandim. Aka, bu mahallamdan birinchi bo'lib men keldim. Hech kim yozila olmadi. Men birinchi bo'ldim. Aka, 1 minut, shundoq. Yo, Toshkent! Nima gap? Men mana наконец kulga yozildim, bolalar. Aka, meni ham sochimni olamizmi? Senga gap berilmadi. Ano, Chingiz bradam bor, streamer. 3-shutga yozila olmadi. Ama yozildim. Ha, aka, ori bormi? Yo'q, men tushunmayman. Buni kim chaqirdi, kirdi, intervyu berib ketyapsiz. Chaqiryapsizmi aka? Niyatinglar nima? Men bu texnikani Turkiyada o'rganib kelganman. Bunaqa soch olish o'zi faqat men bilaman. To'g'ri, hozir boshqa barberlardan hit kelishi mumkin, bilasizlar nimaga? Chunki ularning klientlari menga o'tib ketishi mumkin. Atak menga вообще charchab ketdim. Bo'm, chashib keling. Именно bugunning o'zida 2 soat ichida 95 ta klient topman. Timur aka, klientingiz keldi. Tinch qo'yishmaysan. Bo'ldi, kamerani yig'ishtir, jonga tegib ketdi o'zi. Bosh short tashladi.